Assalomu alaykum. Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetida o'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlarning qisqacha tafsiloti bilan Yudeya hafta davomida dasturi. Sizlar bilan haftaning eng muhim yangiliklarini ko'rib chiqamiz. Universitetimiz talabasi Aziza Ziyayeva Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ko'rik tanlovining Toshkent shahar bosqichida ishtirok etdi. Aziza o'zining namunali odob axloqi, ishonchli nutqi, ijodiy chiqishlari va sahnadagi madaniyati bilan hakamlar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Uning mazkur tanlovdagi ishtiroki talabalarga yorqin namuna bo'la oldi. Talabalarimiz uchun Shahidlar xiyobonidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi, G'alaba bog'i hamda shon-sharaf muzeylariga ekskursiyalar tashkil etildi. Tashrif davomida talabalar tariximizning murakkab sahifalari, tarixiy hujjatlar, eksponatlar hamda arxiv materiallari bilan yaqindan tanishdi. Universitetda giyohvandlik va narkojinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti talabalari, ota-onalar hamda professor-o'qituvchilarni giyohvandlik va narkojinoyatlarning salbiy oqibatlaridan ogohlikka chaqirishga qaratilgan rektor murojaati yo'llandi. Mas'ul xodimlar bilan yig'ilishlar tashkil etildi. Yudeya yoshlari sahifalarida esa zararli moddalarning oqibatlarini ochib beruvchi videoroliklar e'lon qilindi. Navbatdagi debat musobaqasi shaharlarda jamoat transportidan foydalanish shaxsiy avtomobillarga nisbatan samaraliroq va ustunroq mavzusida o'tkazildi. Ikki jamoa inkor va tasdiq mavzuni turli nuqtai nazardan tahlil qildi. Yakunda asosli dalillar bilan ishtirok etgan inkor jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33 yilligi munosabati bilan Yudeya talabalari ishtirokida bir so'z bilan aytganda Konstitutsiya siz uchun nima mavzusida savol-javob o'tkazildi. Talabalar Konstitutsiyani erkinlik, adolat, qonun ustuvorligi ramzi sifatida e'tirof etishdi. Shuningdek, davlat madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan turli post va videoroliklar e'lon qilindi. Yudeya talaba qizlari o'rtasida biz giyohvandlikka qarshimiz hamda odob axloq yuksak ma'naviyat mezoni mavzusida yig'ilish o'tkazildi. Yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i, xotin-qizlar masalalari bo'yicha kengash raisi Gulnora Inagamova hamda mas'ul ayol xodimlar ishtirok etgan mazkur uchrashuvda sog'lom muhit, zo'ravonlikka qarshi kurash va ma'naviy xavfsizlik bo'yicha fikrlar bildirildi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Dekabr oyidan boshlab Yudeya talabalari o'rtasida Talabalar ligasi sport musobaqalariga start berildi. Sportning stol tennis turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada talabalar chaqqonlik va mahorat bilan bellashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra o'g'il bolalar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda Farid Keldiyorov, qiz bolalar o'rtasidagi bahslarda esa Indira Nurmetova g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu hafta davomida Yudeyada bo'lib o'tgan muhim voqealar ana shulardan iborat edi. Dasturimiz yakunida sizlarga universitet hayotidan fotolavhalarni taqdim etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.